Hiç o'ylamagandim bunaqa 47 yoshimda infarkt bo'lib qolaman deb, bolalar yosh, o'zim yosh jonimga bunaqa kasal bo'laman deb hech hayolimga ham kelmagan ishlar bo'ldi. Assalomu alaykum hammalaringga. Mana Muhammadzayev Karimjon. Yurak sohasida yoshim 47 da. Bunaqa qiyinchiliklarda yurakda og'rig'ini sezmagan edi, o'zimizda hamma yoqda tekshirtirildi. Yuraklarda tekshirtirilganimizda tomirimiz almashtirishni aytildi. Buni undan surishtirib, axtarib, izlanib, bir odam bilan gaplashganimizda shu Toshkent shahriga borishimizni aytishdi. Toshkent shahrida kimga uchrashamiz desak, Oybek aka degan doktor bor deyishdi. O'ta qo'li yengil jarroh deyishdi. Akademik Vohidov nomli xirurgiya markaziga keldik. Mana o'sha yerda yuragimizga tomirini oyog'imizdan 4 dona yangi tomir olishib, yuragimizga yangi tomir qo'yishdi. Operatsiyamiz muvaffaqiyatli o'tdi. Mana bugun ikki operatsiyadan 2-kundan boshlab yurishni boshladik. Bugun 6-kun, mana hozir uyimizga javob bo'lyapti. Hamma yo'q yaxshi. Yuragida muammosi bor. Mana shunaqa operatsiya o'tkazadigan odamlarimizda bo'lsa, mana shu yerga kelib sizlarga tavsiya qilaman. Shu aka tufayli mana oldilaringda topa sog'lom turibmiz.